Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Marhamat tumanida ishlarimiz jadallik bilan ketyapti. Mansara tomimiz kuniga tayyor, xudo xolasa. O'zdaniyamizga ham yog'ochlar keldi mana. 5 metrlik to'sin 18 ga 5lik 225 ming bo'ldi. 4 ga 16 metrlik 90 ming so'm. 13,5 ga 2,2lik shilipkamiz polga 42 ming so'm bo'ldi. 4 metrlik to'sinli svayimiz 158 ming bo'ldi. 5 ga 18 plyusovoy. Uni ham endi ertadan buni ham xudo xolasa to'sinlarini terib, pollarini qoqib, buni ham mansarda tom qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali ma'lumotlarni qo'yib boraman.